Samarqand viloyati Payariq tumani Chelak shaharchasiga 2 boksli samomoyka apparatini o'rnatib berdik. Apparatlar chotki ishlayapti. Endi apparatlar tarkibi bilan tanishtirib o'tamiz. Marhamat. Tak, Amir Temur bobomiz aytgandek, bizning kuch-qudratimizga ishonmasang, biz qurgan imoratlarga borib ketdik. Ari pompaning yangicha nimasi? Brendi mana Anoververi Italiya deyapti, 200 barligi. Bunda ham shunday qora motorga shunday qilganmiz. Tak, bu yerda bizning 7,5 kilovatlik Delix kompaniyasiga tegishli Invector kutib oladi. Turishini qarang, vajohatini ko'ryapsizmi? Xonachani akkuratligiga qarang. Aka kelganimizcha qanaqa sharoit qilib qo'yganlar. Tepadan kirgit poploik, pastdan liniya qilib mana bu yergacha tashlab qo'yganlar. Qanaqa qulay qilib. Qulay joyda ishlayapmiz akalar. Ish joyi zo'r. Nasib bo'lsa bugun kechgacha tugatamiz. Sizlarga obzorni olib beramiz. Do'da podeshkada bo'lib turasizlar. Rahmat. Endilikda biz apparatimizda oddiy vada bilan turbo vadani farqini ko'rsatamiz. Oddiy vadani sepishni ko'rsatamiz. Marhamat, seping. Oddiy vadani davleniyasini sal pastroq qo'yganmiz. Endi turbo vadani bosamiz. Marhamat. Turbo vadani ko'ring. Ekranda turbo vada turibdi. Turbo vada. Ko'ryapsizlar? Turbo vadaning davleniyasini e'tibor bering. Davleniyasini yuqori qo'yganmiz. Mana bu Moysan Pro'ning aktivniy ximiyasi. Aktivniy ximiya kirni tushirish uchun zo'r ximiya hisoblanadi. Buni ko'pirishi va mashinaga yopishi bir o'zi bir san'at. Bobo, mana bugun biz sizga 2 boksli samomoyka apparatini o'rnatib berdik. Xizmatlarimizdan rozimisiz? Rahmat, roziman. Yaxshi kunlarda ishlatdingiz. Rahmat sizga. Moysan Pro jamoasiga fikrlaringizni ayting. Yaxshi mana, apparatlar yaxshi ekan. Analizasi yaxshi, yaxshi ishlatib berishdi mana. Rahmat hamalariga. Sog' bo'ling. Siz ham rozi bo'ling. Biz bundan siz moykadan rozi bo'ling. Baraka toping. Rahmat. Baraka toping.